Aziz vatandoshlar, Moskvadan prямо Toshkentga chiqib ketib turgan reysimizga o'tib turibsizlar. Bugungi reysimizga shu avtobusimiz Pastekada turibdi azizlar. Yo'lovchilarimiz kelib avtobus ichida joylashib o'tirishibdi. Polniy obzor qilib beramiz azizlar. Uka qalay ketyapsiz? Yaxshi ketyapsizmi? Ma'qulmi? Bugun keldingiz, bugun chiqib ketyapsiz. Peterdan keldingiz. Oshiqcha pul olinmadimi? Yo'q. Dogovordan tashqari bo'lmadi. Gap yo'q, rahmat, yaxshi yashayapman. Ukalar mana transportimiz ichida yo'lda kerak bo'ladigan hamma sharoitlar yaratilgan. Har bitta sidinalar tepasida zaryadnilar, ikkitadan monitorlar, hammasi ishlaydi. Konditsionerlar ham ishlaydi vatandoshlar. Yo'lovchilarimiz kelib joylashib o'tirib tushib ketishyapti. Shu nomerlarni ekranlarda qoldirib qo'yamiz. Ketmoqchi bo'lganlar bemalol ekrandagi raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar azizlar. Kanalga obuna bo'lmaganlar обязательно подписаться bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.